Bolalarda va kattalarda appenditsit har xil kechadi. Bolalar deganda 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni nazarda tutaman. Appenditsit nega bolalar va kattalarda har xil kechadi? Bolalarda appenditsit devori yupqa bo'ladi va shu sababli appenditsit 12-24 soatda yorilib ketishi mumkin. Bolalar sizga ayta olmaydi, qorinni qaysi qismida og'riq bo'layotganini. U aniq his qila olmaydi, qorinni mana shu qismida og'riq bo'lyapti. Lekin qaysi qismida og'riq bo'layotganligini aniq his qilib sizga aytib bera olmaydi. Bolalarda appenditsitda 3 ta belgisini aytib o'taman. Birinchi belgisi bu qorindagi og'riq. Bola qorinda og'riqni his qilib, bukchayib yotib oladi. Ikkinchi belgisi ishtahasizlik. Bolada umuman har qanday ovqatga ishtahasizlik, hech qanaqa ovqat yeyishni xohlamaydi. Uchinchi belgisi ichlik ketish. Bolalarda kattalarga qaraganda ko'proq ich ketish bilan namoyon bo'ladi appenditsit. Appenditsitning yana bir belgisi bor, siz payqashingiz mumkin bo'lgan. Bola bukchayib yotib oladi. Ko'pincha o'ng oyog'ini qoringa bukib yotib oladi. Yo o'ng oyog'ini ko'pincha yoki ikkala oyog'ini. Bunday holatda og'riq nisbatan kuch kamayadi. Shu sababli bola oyog'ini qoringa bukishga harakat qiladi. Og'riqni kamaytirish uchun. Agar sizning bolangizda shunaqangi holatlar kuzatiladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna tugmasini bosing. Shu orqali siz bu videoni boshqalarga yetib borishiga xizmat ko'rsatasiz.